Bugun o'sha mashhur baqlajonli ruletni qilishga ahd qildim. Baqlajonni bari-bari kesib, listga qo'yib, ustidan tертый sir qilamiz. Ya'ni sirni qirg'ichdan o'tkazib, hammasini qo'yib, duxovkaga tiqamiz. 20 minutga. Duxovkadan olib, uni sovutib, to'ntarib, ayni orqa tarafiga slivochniy sir surtib chiqamiz. Birma-bir har bitta joyiga tegishi kerak. Erinmasdan. Qolaversa keyin pomidorlarni birma-bir terib chiqamiz. Pomidorlarni terib bo'lgandan keyin rukolani maydalab, mayda emas-u, o'rtancha holda to'g'rab, ustiga sepib chiqamiz. Har bitta joyiga tushishi kerak. So'ng tuz va uni rulet shaklida o'rab, chiroyli o'rab, qiyin bo'ladi, lekin uddalaymiz. Mana shunaqa holatga keltirib, xolodilnikka 2 soatga qo'yib qo'yamiz. So'ng kesib dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha. Aytgancha bu retsept to'g'ri ovqatlanish menyusiga to'g'ri keladi.